ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allah Rabbimizga hamd, sanadan maqtov bo'lsin. Izgi payg'ambar, suyukli Habib Muhammad sallallohu alayhi va sallamga izgi duolar, salovat shariflar bo'lsin. Alloh azza va jall bizga, musulmonlarga, g'adi kishilarga ko'p ne'matlar bergan. Ko'ruv ne'mati bo'lsin, eshituv ne'mati bo'lsin. Bu borasida Alloh Rabbimizdan kelgan ne'matlardir. Harakat qila olamiz. Kishi qo'lina qolmaganlar hajatimizni o'tay olamiz. Zo'r ne'matdan qaysini Rabbimiz azza va jall Qur'oni Karimda aytib, ko'ruv ne'mati ulda a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam naj'al lahu aynayn. Alla biz kishiga ko'ruv uchun ikki ko'z bermadikmi dey. Rabbimiz bizga, kishiga ko'ruv uchun ne narsa ko'ruv? Halol ayberlarni ko'ruv. Halol ayberlarga qarov. Rabbimizning bergan rahmatlarini ko'ruv. U bo'lsin quyosh, oy, u bo'lsin yıldızlar, ko'k, ağaçlar, tog'lar, suv, bu borasida Rabbimizning o'zi rahmati bilan bezagan, bizga foyda keltirir uchun qo'yilgan hikmati bilan saylangan ayberlar. Biz bu ayberni ko'rib, bu ayberning Rabbisi bor bit. Allah azza va jall shu ne'matni berdi, ham qartlarimiz ayta edi. Rabbingning ne'matin, senga bergan ne'matin ko'rgin keli ekan, sen ko'zlaringni yum. Ko'zingni yumding, ul ne'mat qoplandi. Ko'pmi bugungi kunga banda odam balasi ko'rmay. Ko'pmi odam balasi shu rohatdan mahrum bo'ldi. Lekin azza va jall o'zining hikmati bilan, ilmi bilan har bir aybirni tartiblab qo'ygan. Shu tartiblardan ne narsa Rabbimiz muslimalarga, mu'minlarga, muslimlarga ayta. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum. Ayt mu'minlarga, ular ko'zlarini saqlasin. Hem oyat yerlerini saklasın. Gözlerini düşürsünler. Çünkü oramga çıgı bilen xasaten jay vaqtında biz onga songa qararga tutunabız. Halal jifetimiz var. Şul halal jifetimizge qaytib, көңелni oynatmayışa, аңа yumşak sözler aytib, şunarda halalda tuktuk. Eğer indi biz haramga kirişsek, Allah azza ve jall bizni o'zining rahatinden mahrum kılırga mümkün. Şolay ok nişik harakat bilan g'ibadat qilamiz, ko'z bilan da g'ibadat qilirga bo'ladi. Nishik Qur'on o'qib, nishik Rabbimizning shu turli bergan bo'laklarini ko'rib, anga hamd sana shukrini aytib. Şolay ok ko'z bilan haromdami ishlarga bo'ladi, albatta. Haramda işlerge bula. Uyda turup da haram bula işlerge küz bilen, eğer yaramagan aybirler internette qarasak, telefon aşağı. Hasaten şu mübarek ayda, Ramazan ayında biz küberek özümüzni şiklerge tiyişbiz. Tiyarga tiyişbiz, yaramagan aybirlerini qarab. Bu bizge zarar getirirge mümkün. Allah azze ve jall köp bizge nimet berdi. Şunda da köz nimeti, ko'ruv nimeti, bu ko'ruv nimeti, köz nimetine şükranı aytsak, Rabbimiz bu dünyadagi rahmet, bu dünyadagi rahatga erishtirir, ham kelajakdagi rahatga erishirga mumkin bo'lamiz. Allah Rabbimiz aytgan so'zlar bilan qo'llanirga nasib etsin, kelajakda da sog'lik, salomatlikda bo'lib, shu ne'mat bilan qo'llanib Qur'on o'quvchilardan, izgi kitob o'quvchilardan, kitaplar o'quvchilardan, darslar oluvchilardan bularga baribizga da nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.